Tak. Assalomu alaykum hammaga jigarlar, charchamayapsizlarmi? Kun xayrli va barakotli kelishini tilab qolgan holda kundalik tahlil videosini boshlaymiz, cho'zib o'tirmaymiz, vaqt ketadi. Tez nima bo'lishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bugun 29-iyulda chorshanba va biz har doimgidek kundalik tahlilni, ya'ni marketni tahlil qilishdan oldin albatta nima qilamiz? Forex faktoriga qarab olamiz. Ya'ni bizni bugun oldinda nimalar kutyapti va nimalar bo'lishi mumkin ehtimolini xuddi mana shu kalendar bizga ICT template'lari bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, bugun katta ehtimol bilan kun qanaqa bo'lishini bizga qisman aytib beradi. Xo'p, bugun 23:00, ya'ni O'zbekiston vaqti bilan 23:00 da ko'rib turibsizlar, USD ga FOMC bor, FOMC. Bu kuchli ta'sir qiladigan anaqa deb aytsak bo'ladi, faktor deb aytsak bo'ladi bozorga. Aynan FOMC paytida odatda skip qilaman va bu kuni bu bozorni skip qilaman, lekin shunda ham kelinglar bugun nimalar bo'lishi, ya umumiy planda nimalar bo'lishi haqida gaplashib o'tamiz. FOMCgacha savdo qilmagan ma'qulroq. Savdo qilmagan ma'qulroq, chunki bozor FOMCgacha qotib qolib, keyin harakatlar berishi mumkin yoki tepa past qilib turib, xullas bugun kun yaxshi kun bo'lmasligi ehtimoli katta. Ya'ni biz FOMCda katta ehtimol bilan bozorga skip beramiz. FOMC va Non-Farm va CPI 3 ta kuchli yangiligimiz bor. O'sha kunlari biz bozorga qaramay turishimiz kerak bo'ladi. Katta ehtimol bilan. Kelinglar endi dollar indeksiga qaraydigan bo'lsak, dollar indeksida mana ko'rib turibsizlar ekraninglarda 4 soat time frame, undan katta time frame'da, undan kichkina time frame'ga tushib o'tirmayman. Kerak emas. Chunki undan katta time frame'da hali o'sha o'tgan safargi kundalik tahlil bo'yicha hech narsa plan o'zgarishi yo'q. Mana tepadagi FVG ga chiqish planidamiz. Buy side aktual bizda 101.800 nuqtadagi buy side o'sha nuqtaga chiqishini plan qilyapman va 4 soatlik OTOB FVG, IFVGlarni juda ham chiroyli respekt qilib bozor tepaga qarab yurib ketyapti. Hozir ham mana ko'rib turibsizlar, order block FVG va OTni 0.62sida narx qotdi. Katta ehtimol bilan bugun men mana bu narsani kutyapman. Buning uchun menga bu yerdan reaksiya kerak. Juda ham zo'r narx joyda turibdi dollar indeksi tepaga yurishi uchun. Va men buy side men uchun target bo'lib qoladi. Endi bugun FOMC'ini hisobga olib turib, nima bo'lishi mumkin? Ehtimoliy anaqa bilan bu 4 soat time frame'ligini hisobga olganimizda mana bu yerda qotib qolishi mumkin. FOMC ozgina yurib, mana bunaqa harakat bo'lishi mumkin. FOMC ya'ni pastga otib yoki shu yerda bugun qotib qolib, FOMC olib chiqib ketib qolishi mumkin. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. O'shaning uchun men o'zim shaxsan kuzatib turish pozitsiyasidaman. 1 soat time frame'ga tushib o'tirmayman va yevroni ochaman. Yevroni ham katta time frame'ga tushib o'tirmayman. Dollar indeksida o'tidan qaytyapti, yevroda ham. Kecha o'zi kanalga tashlaganman. Mana men BPR dan pastga reaksiya olishimiz kerak degandim, lekin afsuski BPR dan o'tib ketdi narx impuls bilan. Ana endi hozir men ko'zimga tashlanayotgan narsa. Tak, mana bu yerda qanaqadir g'alati SMT bor ekanda. Mana bu hayda bu hayb dollar indeksida sal pastroqda turibdi, bu balandroqda. Xullas da SMT deb olsak bo'ladi. SMT deb olsak bo'ladi. Shu yerdan yevroni pastga yurishini plan qilyapman. Va albatta mana FOMC borligi odamni ozgina nimadir deb plan qilish uchun cho'chityapti. Xo'p, 1 soat time frame Aziya o'tgan kunni xayini yechmadi. 2 soat time frame ga olamiz. 2 soat yo'q, 3 soat time frame ga olamiz. 3 soat time frame da mana bu yerda buzilgan FVG bor ekan. Buni biz nima qilamiz? IFV qilib olsak bo'ladi. Soatlikda adashmasam, mana bu BPR dan FVG dan narx qaytayotganini ko'rdim. Tak.
shu yerdan pastga narx yurishini kutyapman do'stlar. Katta ehtimol bilan yurishini kutyapman. Tak, endi mana bu FVG bor. Mana shu FVGni pastida xullas Londonda o'tkazib olish tarafdoriman. Londonda o'tkazib olgandan keyin bu narsa qiziqarli narsa bo'lsa albatta yevroda olsak bo'ladi. O'sha targetimiz sell saytga qarab va katta ehtimol bilan Fomus yana qaytarib o'tiraman. Fomusda katta ehtimol bilan qiyin vaziyat. Xo'p, funt GBP. Tak. Bizda funt zo'r joydan reaksiya oldi. Ya'ni mana bu ishlagan FVGni bir marta yana test qilib ketdi. Nimaga? Aynan mana shu ishlagan FVGni oxir paytlarda e'tibor berayotgan bo'lsalaring, ko'pincha ishlagan FVGdan yana narx yurish kerak degan gapni ko'p ishlatyapman. Bu haqda отдельно bitta darslik qilaman, yigitlar, jigarlar, bitta darslik qilaman. Oxir paytlar ko'p o'zim foydalanyapman. Ya'ni mana bu FVG, bu haftalik time frame FVG, mana bu FVGdan narx yurib, kelib turib, yana o'sha FVGni mana buni yechib, yana o'sha FVGdan pastga narx yurib ketishi haqida bitta dars chiqaraman YouTube'ga xudo xolasa. Xo'p, hozir biz tepadan ham pastdan ham weekly haftalikda FVGlardan nima qildik? Reaksiya oldik. Tak, endi dailyga o'tamiz. Funtda daily time frame davom qilamiz. Tak, daily time frame'da biz mana bu FVGdan pastda yopildik-da. Mana bu yerda kichkina FVGdan mana bu kichkina FVGdan narx reaksiyani ko'rdik mana. Va bizda mana bu FVG endi biz uchun FVG bo'lib qoladi. Bu zonadan narx pastga yurishini plan qilsak bo'ladi. Mana funtdan albatta dollar indeksi long bo'lgandan keyin funtda ham albatta short bo'ladi. Endi 4 soat time frame ga oladigan bo'lsak, funtda mana bu yerda sal xunukroq kartinka. Mana bu zonani zo'r zona deb olgan bo'lardim. Mana 4 soatlik FVG dan narxni pastga qulashini plan qilsak bo'ladi. 1 soatlikka olib o'tiramiz. Qani 1 soatlikda nima bor? Xo'sh, bizda PDH bor. O'tgan kunning high nuqtasi. Mana shu PDHni yechib, mana shu zonadan yana short kasab ko'rsak bo'ladi. Lekin yana qaytarib o'tiraman, bugun Fomus. Xo'p, endi mana bunaqa ssenariy bo'lishi ehtimoli bor. Tak, tilla. Tak, 4 soat time frame ga olamiz. Xo'sh, mana bu zonadan kutyapman tillani. Mana bu yerga budilnik ham qo'yib qo'yganman. O'zim kutayotgan zona mana. Mana bu o'sha darsligim. Ya'ni o'sha ko'p oxir marta ishlatayotgan mana bu FVG 4 soat time frame da FVG ishlagan 4 soat. Mana shu yerda mana bu high odatda market nima qiladi? Mana buni yechib keyin tushib ketadi. Mana shu nuqtani kutyapman yoki mana bu 4 soatlik FVG gacha chiqishini plan qilyapman. Template bo'yicha ham qaraysiz, power osterik kutsak bo'ladi. Soatlikka olib ko'ramiz, qani qizaloq nuqta bormi? Xuddi o'sha narsa mana soatlikda mana ishlagan FVGni high, kecha shu yerda mana bu ishlagan FVGlardan narx turgandan keyin bitta yechib tozalab mana buni yechdim. Mana bu sell saytgacha ishlab oldi. Keyin bozor range'ga tushib qoldi. Mana shu. Bu PDH ham ekan, jigarlar. Bu PDH ham ekan. O'tgan kunning high nuqtasi, zo'r nuqta selga. Zo'r nuqta. Mana shu yerdan mana bu sell saytga qarab balki mana bunaqa narsa ham bo'lib qolishi mumkin-da, Fomusgacha chiqib, shu zonada qotib, Fomus tushib ketib qolishi mumkin. Buni har xil ssenariysi bor. Xo'p, Nasdaq haftalik time frame o'sha discountdagi mana oxirgi highlovni olsak, mana discount 0.50 dan pastdagi FVG ga narxni tushishini kutyapman bolalar. Xo'p, daily ga olamiz. Kunlik time frame ga qaranglar, kunlik time frame'da
mana sales saytini target bergandim. Mana undan keyin bitta ket, undan keyin FVGdan yana ketdi. Kecha kun g'alati kun bo'ldi. To'g'risi o'zim ishlay olmadim. 7H ga olamiz. Esingizda bo'lsa, bitta narsa bergandim. Mana 7H PVG kecha kanalga bergandim. Mana shu yerdan narx yurishini plan qilyapman dedim. Afsuski, PMda EMda boshida tushib ketib, keyin tepaga chiqib ketib, PMda oxirida pastga yurishni boshladi. Xullas, aziya-paziyalarda mana bu harakat bo'lib ketdi. Baribir shu kutgan zonamizda ketdi. Endi mana 1 soatlikka oladigan bo'lsak, mana bu yerda mana kecha aytgan nuqta mana bu yerda FVG bor, mana FVG mana ishlagan. Narxni kecha aytgandim, mana narx mana bu yerda turganda, "Bolalar" dedim, "mana buni yechib, keyin tushib ketishimiz kerak" dedim. Lekin mana qaranglar, Midnightga ham chiqmasdan mana bozor ochilishi, mana bu harakat tushib ketdi, undan keyin chiqib ketdi tepaga, undan keyin mana bu harakat. Men uchun shaxsan men uchun ishlashga imkoniyat bermadi. Xo'p, bugun nima bo'ladi? Bugun katta ehtimol bilan mana bu high qoladi. 7 soatlik time frame emas, menga mana 1 soatlik PVG qiziq. 1 soatlik, xo'p, daily bitta olaylik-da. Dailyda hech narsa yo'q. 4 soatlik bitta olamiz. 4 soatlikda tepada ochiq PVG bor ekan, mana bu zonalarda. 7H ga bitta olaylik-da. 7Hda ham damam, tepada ham PVG bor ekan. Shortga ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni mana bunaqa tema bo'lib qolishi mumkin. Mana bu yerda OSI hosil bo'lib, range tak, mana bunga chiqib, SMR mana bunga tushib berish ehtimoli bor. Market maker sell modelchasi hosil bo'lishi mumkin bolalar. Xo'p, baribir Nasdaqda umumiy planda hozircha shortdaman. O'sha weekly anaqaga tushguncha va kun davomida baribir Nasdaqda bilasizlar, planlar o'zgarib qolishi mumkin. Hammaga xayrli, barakotli kun tilab qolaman va aytgancha kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalda silkasini mana shu videoni описаниесida qoldiraman. Murod Silver Bulut YouTube Telegram kanalim. O'sha yerda doimiy kunlik yo'nalishlar, ideyalar, tavsiyalar va yangiliklar bo'lsa, o'sha kanalda har kuni aktiv bo'lib turibman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar jigarlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar.